Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Inshaalloh yangi obyektimizdagi ishlarimizni boshlab oldik. Bu yerga high-tech uslubida palasalik 2 qavatli oldi orqa bir xil xudo xolasa darvozamizni xudo xolasa tayyorlash jarayoni. Darvozamiz kraskalari xudo xolasa tayyor. Hozir polirovka jarayonida turibdi. Xo'p, mana darvozamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, inshaalloh hammamizga manfaatli bo'ladi. Darvozamizni o'rniga xudo xolasa darvozamizni joylaymiz. Bu yerga 3 ta ishimizni qilib berganmiz. Xo'p, birinchisi darvozamiz, ikkinchisi so'rimiz hamda yangilik high-tech uslubida perila xizmatini qilib berganmiz. Xudo xolasa darvozalarimiz o'rnab, perilamizni bu yerlarda xudo xolasa tilla atlas gold svetlari bor. Kamchiliklarni to'g'rilab, xudo xolasa kamchilik kraskalarni berib, xudo xolasa ish jarayonlarini videolarimizni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishni davom eting. Xudo xolasa hammamizga manfaatli video bo'ladi. Laklarni sepib, xudo xolasa darvozalarni o'rnatgandan keyin ham chiroyli video qilib o'tamiz. Xo'p, endi buni ham materialini bir qator tanishtirib o'tamiz. Stoykamiz 8 ga 8, bu yerlarga 2 ga 2 dan kombinatsiya qilganmiz. Xudo xolasa dizaynini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ponna uyimizni fasadiga inshaalloh hammasi yarashgan holatda. Mana avallarni ham ko'rishingiz mumkin. Avallarni ham ponna xudo xolasa ham avalni ham bu tomoniga egilgan. Xudo xolasa zinamizni dizayni qanaqa uslubda bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa hamma dizaynni chertojlari o'zimizda bemalol chiqarib olamiz. Bu yerlarga eshiklarni joylab berganmiz. Podval qismlariga tushishlari sharnirlar bilan xudo xolasa inshaalloh juda zo'r chiroyli chiqdi. Xudo xolasa kamikoz ishlarimizni qilib, changlarni artib, o'sha oldiga atlas tillo gold svetlarni berib, tagidagi noshka qismlarini ham xudo xolasa kraskalarni berib, yanada bitta chiroyli video qilamiz. Xudo xolasa hammamizga, xalqimiz uchun inshaalloh manfaatli zo'r bo'ladi. Darvozamiz ham xudo xolasa o'ta full premium kачествоda chiqdi. Polirovkalarni qilib inshaalloh ustanovka jarayonlarini ham ponna kanalimizga qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. So'rimiz ham bemalol uydagi oila a'zolarimiz, ayollarimiz ham bemalol surib, oltayda g'ildirlarimiz bor. Bemalol qaysi joyga bo'lsa joylashaveradi. Kimgadir shunaqangi darvoza, perila, hop, karavat, so'ri xizmati bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing, ishingizni tez va sifatli qilib bitiramiz inshaalloh.